Ogohlikka da'vat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Darhaqiqat ummatim uchun zalolatga yetaklovchi imomlardan qo'rqaman. Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Mojja, Ibn Hibbon rivoyatlari. Sahihul Jami'. Ulug' zotlardan o'gitlar. Olimning haqni aytmay sukut qilishi johilning botilni aytishidan ko'ra ummat uchun xatarliroqdir. Chunki olim sukut qilsa haq botil bilan aralashib ketadi. Alloh taolo dedi: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Haqni botiliga aralashtirmanglar va bilgan holingizda haqni berkitmanglar. Baqara surasi 42-oyat. Izoh: Agar olimlar haqni aytmay sukut qilsa, johillar botilni haq deb o'ylay boshlaydilar. Chunki oddiy xalq ilm ahlining tilidan chiqqan so'zga ishonadi. Agar ular sukut qilsa, botil haqdek qabul qilinib, haq esa soyada qolib ketadi. Shuning uchun haqni aytish faqat bir vazifa emas, balki ummatni qutqarish, qalblarni nur bilan oyoqqa turg'izish va botilning ildizini quritishdir. Ziyod ibn Hudayr rivoyat qiladi. Bir kuni Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu mendan so'radi: Islomni kim buzishini bilasanmi? Men yo'q deb javob berdim. U aytdi: Islomni 3 narsa buzadi: olimning xatosi, munofiqning Qur'on ustida tortishuvi, adashtiruvchi imomlarning hukmi. Dorimiy rivoyati. Shayx Abdul Qodir Arnaut Hasan dedi: